Bacham? Onang bilan maslahatlashib bir qarorga keldik. Seni uylantirishga qaror qildik biza. Qiz ham topib qo'ydik, ota-onasiga ham aytib qo'ydik. Faqat to'y qilish kerak, tamom. Mendan nima so'ramadingizlar? Nima mendan so'ramang, ish qilyapsizlar. Men odam emasman bu uyda. O'ylamaymanmi? Mendan so'ramasdan to'yim qilmoqchilar. Nima menda yurak yo'qmi? Mendan bir og'iz so'rasalar bo'ladi-ku. O'ylamayman men. Qachongacha mendan so'ram ish qiladilar. Haqiqatan ham uylansam-a? Tuva. Bilar. Tuva. To'yim bo'lsa, ha? Yelkalab tursam, dadasi turingdi. Tuva. Bacham? Qizi ota-onasiga aytib qo'yganman. Uylantiramiz, to'y qilamiz deb. Iltimos sendan bacham, meni el yurt oldida sharmanda qilma. O'ylanmayman. Tushundingizlarmi? O'ylanmayman. Ulas neyse. Ey, menga iltimos qilyaptilar. O'ylan deb. İltimos qilyaptilar. Bolalar, yaxshi niyatda to'y boshlab qo'ygandim. Xudo xolasa o'tasizlar. Tabriklaymiz, baxtli bo'l, jo'ra. Gap yo'q. Bu. Shu orqasidan gapirishmasu shu bola yomon sho'stiraydi. Bitta boyi qiziga uylanyapti. Ana qizni ko'rsang, shunaqa xunuk. Kiringlar, mehmonlar nima turibsizlar? Bo'ldi. Hozir kiramiz, adushi. Bo'ldi, men cho'ponlarga qarab turaman. Ayajon keldi mehmonlar. Orqasidan gapirishmasu, qaysi pulga quryapti bu uchastkani? Lekin orqasidan gapirishmas. Gapirganmiz yo'q. Maza qilib kelding Amerikadan. Endi o'ziga yarashan ular. Havas qildim. Aka, yordam berolmaysizlarmi? Iltimos. Hozir. Yaxshi kunlaringizga ishlating, faqat ichmang, xo'p? Orqasidan gapirishni yomon ko'raman-u, yomon amalga qilishni yaxshi ko'radi bu. O'zicha mehribon. Orqasidan gapirmayapmiz-ku. Yo'q. Ehtiyot bo'lamiz akalar. O, malades. Ajigar, Toshkentda shuncha mebel do'konlar bor. Nima aynan qora suvdan olsa uzoq emasmi? Nima suv uzoq? Shuni qo'yliqdan o'tgandan keyin Qorasuv mebelchilar shaharchasi, buyoqni qanaqa mashhurligini bilasanmi? Bu shaharchada 60 dan ortiq mebel do'konlari bor. Detskisi ham bor. Undan tashqari Qurbon hayiti munosabati bilan 10% dan 50% gacha hamma do'konlarda skidka ketyapti. Orqasidan gapirishmasu, ana shu mebellarni ham shu qaynotasining puliga otdi. G'iybat o'ylang. Orqasidan gapirishmasu deyapsan-ku, lekin gapiryapsan-ku. Gapirmagan joying qolmadi. U yog'imdan gapirding, bu yog'imdan gapirding. Gapirgani boshqa joy yo'qmi? Gaping bo'lsa, yuzimga gapir. Erkak! Shu siz aytganda dadam yoniga boring deganda o'shaning uchun. Assalomu alaykum. Bacham yaxshimisan? Horma, esladingmi meni? Qizim so'rab kelganding bir paytlar. Ko'rmaysan, u nimalar qilib yuribsan? Shu siz aytgan masxarabozlik orqasidan mana rizq topib, mashina oldik mana. Firmamiz bor, Armada Motors degan. Muraviy ishlab chiqaramiz. Elektronika, skuter, ana shunaqa narsalar. Endi sen menga qara. Men qizim olib ila bermaganman. Xohlasang qizim olib ketishim mumkin. Sendek kuyovim bo'lsa endi menda yo'q. Sen menga o'g'il bo'lik, ya'ni ko'z tegmas. Ana beri kirib bo'ldi. Qizim yuvib beradi xohlasang. Polis tortang. Shu odam bir mashina olmasin ekanda. Tursin pul ishlamasin ekanda. Otasi ko'paygan ekan, qaynotasi ko'paygan ekanda. Sizdan meni masxaraboz degansiz. Men sahnadagi masxarabozman. Siz hayotdagi masxaraboz. Tushundingiz? Balki mashinani mo'yga qilib berarman. Tortingiz. Hech bo'lmasa Muraviy menga qolgandir, ha? Torting qo'yinglar, qoching. Nima qilyapsanlar? Babshi ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5000 tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan?
Menga pulingiz kerak emas. Vlajnimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3 mingga vlajni olyapsan, qara. 25 mingga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qorayib turibdi. Ey chumarak, shu havoda kim balonni qorayib turadi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Ishon mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlab-ji. Siz nima qilyapsiz, onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashla? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa siz ham qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yyapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz bo'lki, sizga hamma pul tashab ketadi. Tariqal endi sen. Sen nima qilyapsan, Maylo? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olyapman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoda, Qashqadaryoga, Qoraqalpoqqa, uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskidaman. Qanday aktyorskiga? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuribman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryozni qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'q edi. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda kak bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana больницаlarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang больницаlarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shunday qo'shini bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlarning nomidan ehsonlik kanal ochganman. Mana o'sha mana yana telefon bo'lyapti. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonlik yig'yapmiz. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasin. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt.